Assalomu alaykum akalar, sizlar charchamay damlarda olib ishlab boshlab oldilarmi? Yangi partiyalarimiz kelgandi, o'shanda chapga yedik. Mana hozir Beskal motorimizni galobkasini berib yubordik. Holati go'zal chiqdi. O'sha besimiz tayyor bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqinglar, holati zo'r. Archaliklari ham qilib turibdi. Bes motorimiz tayyor. Galobkasini hozir sotib yubordik. Holatlar go'zal chiqdi. Shunday borib yengil qolsa qo'yvorishsizlar ham bo'laveradi, xohlasa shunday qo'ysalar ham bo'laveradi. Rolvakalarimiz ham bor, Koreya, Polsha. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa har kun shu yerdamiz. Ishlarim bitib ketaveradi. Xolasalar ham 1.8 motorlarimiz ham bor. Istalbi holat qilib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, holatlar ideal holatda turibdi. Kampilar ham bor. Starterlarimiz, mana balkalar, Damas balkalar hozir 2023-2024larda balkalari sunikadan farqi yo'q, bular Koreyaniki bular. Xizmati ortiqroq. Tika korobkalar, Matiz korobkalar, Nexia korobkalar, Euro korobkalar ham bor. Kimga qiziq bo'lsa kelinveradi, har kun shu yerdamiz.